Endi bolam to'yini nogiron aravasida ko'rsam kerak deb o'yladim. Beldagi 10 mm grija bilan bemorimiz bizga murojaat qildilar. Ular bizga kelganda menga ko'p joyda уже operatsiya deyishyapti. Haqiqatan mana shu holatda operatsiyasiz davolasa bo'ladimi? Men hali yoshman, hayotim oldinda operatsiya bo'lib qolsam asoratlardan qo'rqyapman deb keluvdilar. Mana bularning kelgan holatlaridagi MRT snimkalari dekabr oyining oxirida keluvdilar. MRT boshida qilingan. Mana L5S1 segmentida grijalari bor. Bu esa mana nerv ildizini qisish holati, disk nerv ildizini qisayotgan holati. Bu xosligi normal holatda o'zi qanaqa bo'lishini ko'rsatib o'taman. Tepaga ko'taramiz. Normal holatda. Vot. Mana normal holatdagi disk va nerv. Mana ko'rasizlar, bu yerda qisilish yo'q pashti. Biz endi 9 mm gacha qisib qo'ygan holatini ko'rsatamiz sizlarga hozir. Mana ko'rasizlar, pashti 10 mm gacha 9,5 dan sal kattaroq, pashti 10 mm gacha qisgan. Bu lecheniyamizdan oldingi holat. Biz bularni ikkita kursdan keyingi MRT'mizni ko'rsatamiz hozir sizlarga. Mana ko'rishingiz mumkin, L5S1 segmentida boyagi katta qora oqib turgan grijamiz уже pashti yo'q. Bu esa mana ustidan qaraganimizda ataga ozgina qisyapti. Mana ko'rasizlar, ancha tiklangan nerv, mana disk nervi qismayapti. Mana bu yerda ozgina qisilish bor. Ataga 10 mm dan 4 mm gina qoldi. Malika opa, mana sizga igloterapiya yordamida davoladik. Mana shu igloterapiya qo'shimcha eng zamonaviy fizioterapiyalar qo'lladik sizga. Mana grijingiz so'rilganini ko'rib turibmiz. Siz endi o'zingiz bir taassurotlaringizni aytib bering. Xursandmisiz? Yolg'on gapirmayapmizmi? O'zi qanaqa bo'ldi? Kelganingizda qanaqa holat edi? Shuni bitta aytib bering. Yolg'on yo'q, bu yerda juda ham haqiqat bor ekan. Men kelganimda qo'ltiqlab kelishgan meni. Yura olmasdim, oyog'im qatga borsam 5 yildan beri qiynalardim. Qatga borsam operatsiyadirdi. Oyog'imga berib, tovonim yorib chiqish darajasida og'riq bo'lardi. Keldim. Birinchi kursda уже og'riqlar orqaga qaytib, oyoqqa turish og'riqlar kamayib, oyoqqa turishga yordam berishdi ancha. O'zingiz yurishni boshladingiz. O'zim yurishni boshladim. Xudoga shukr, boringlarga shukr. Ikkinchi kursga kelishingiz qanaqa bo'ldi? Ikkinchi kursga o'zim yurib keldim. Ancha yaxshi. Davolanish joylariga o'zim chiqib, o'zim yotib, o'zim tushyapman. Yengilman, ancha harakatim ham yaxshi, Xudoga behisob shukr. Xudo xolasa oldingi og'riqlarimiz bormi bizda hozir? Yo'q, oldingi og'riqlar qolmadi. Xudo xolasa. Mana shu demak, operatsiyasiz davolasa bo'lar ekanmi o'zi? Bo'lar ekan, boringlarga shukr. Boshida ishonuvdingizmi yo'qmi? Boshida ishonmadim. Ishonmadingiz. Boshqa bansiyadan kelganimda uyga olib boringlar bo'ldi. Qatga borsam operatsiya deyapti dedi. Dedim, uyga olib boringlar bo'ldi, uyda yotaman endi dedim. Endi bolam to'yini nogiron aravasida ko'rsam kerak deb o'yladim. Yo'q, Xudo xolasa. Hali nevarangiz to'yini ham o'zingiz yurib ko'rasiz, Xudo xolasa. Endi mana so'rilgan razmerlarni ko'rib xursand bo'ldingiz-a? Boshqalarga ham tavsiya berasizmi? Albatta, kimni grijasi bo'lsa, bo'g'im og'riqlari bo'lsa, mana shu Eldorbekga kelinglar, mana shifosi shu yerda ekan, shu yerdan topdim. Shifo Allohdan, biz faqat sababini qilamiz. Agar sizda ham bo'layotgandek yelka bo'g'im og'riqlari va uni harakat cheklanishi, tizza bo'g'im og'riqlaridan charchagan bo'lsangiz yoki bo'yin va bel grijasini dori-darmonsiz va operatsiyasiz davolamoqchi bo'lsangiz, unda Eldor Nevrodok klinikasiga murojaat qilishingiz mumkin. Mana shu raqamlar bo'yicha. Faqat bitta narsani eslatib o'tib ketmoqchiman. Biz har bitta olgan bemorimiz mana shunaqa natijagacha olib chiqishga harakat qilamiz va oxirigacha davolaymiz. Shuning uchun bizani davolashga oladigan bemorlarimiz soni cheklangan. O'shaning uchun mana shu raqamlarga telefon qilganda oldindan qabulga yozilib kelishingizni so'rab qolamiz.